Assalomu alaykum do'stlarim, ukalarim. Sizlarga bugun haqiqiy menemen qilish ko'rsataman. Ozgina chesnok, ozgina piyoz, cho'p tomato, yog', skоворodka, xullas kalom yog'ini hozir boplaymiz. Tureskiy menemen. Tureskiy menemen aslida ikki xil bo'ladi. Piyozli, piyozsiz bo'ladi. Men piyozligini qilaman. Bizaniki tureskiy variant. Buni farqi bor, ozgina qovurib to'kiladi. Chesnokni ham ozgina qovurib, keyin pomidor sveji soladi yoki cho'p tomato solishadi. Men endi bu yerga nima deydi? Ko'proq qovuraman. Bundan osh piyoz qo'shib qovurib, keyin chesnok solib qovurib, keyin pomidor yoki cho'p tomato tashab keyin qilinadi. Ya'ni qovurib qo'yib. Muskoy variant. Inshaalloh davomli tashab qo'raman. Такой og'ir ovqatni yaxshi ko'radiganlar uchun. Yani ozgina maza beradigan tarafi shuki, ozgina sariyog' tashlab olasizlar. Bu ham o'ziga yarasha takoy maza beradi. Inshaalloh davomli kelaman. Tillarang kirguncha qovurishni boshlaymiz akalar. Chesnokni ham otdim ichiga, ozgina aralashtirib, takoy tillarang kirguncha qovuramiz. Ungacha Mametdan qalampir, paprika ham yaxshi bo'ladi. Paprika. Keyin anaqa qalampir ham bor. Quritilgani. Ozgina turmerik mashimida o'zi. Shundan o'tiladi. Keyin murch kerak. Va mash. Turmerikda ozgina rangi uchun tashlanadi. Keyin haligi tuz Tarçınları başlasın sonra kızar var tayyor inşallah sizlarga. Ozgina yana qizargandan keyin shunday cho'p tomato tashib orasida agar fresh pomidor bo'lsa anaqani Lidl'dagi fresh ekan o plastik emas narigisi. O'shandan kerak. Lekin cherry tomato bo'lsa ham zo'r bo'ladi inshaalloh. Mana qivomiga keldim, xudo xolasa, o'sha qizarib, ana qilgandan keyin bizlarga elektronikda bor, olovli bo'lsa bor-ku, gazli. Dahshat chiqadi, tez qovuriladi, tez. Inshaalloh sinadi. Cho'p tomato tashlaysiz shunday qilib. Ozgina aralashtirasizlar. Uni olovi pasaytirasizlar. Gazli bo'lib pasaytirib, bu muntazam qaynash kerak endi bor. Mana shunday turib, o'zi yog'lari bor, pomidorga aralashib tepaga chiqaradi, sariyog'lari inshaalloh. Boyana qan tayyorlab oldim. Shuni ortiga solasizlar. Inshaalloh. Keyin buni yaxshi aralashtiramiz. Xullasken on boru qivomida chiqyapti inshaalloh. Men shoshilmaysizlar. Uni pasaytirib qo'ying, tillab qaynatib. Anaqa tabga qarab bitta kamchiligim bor. Ko'katarimiz qolmabdi. Petrushka ana narsalar bo'lardi-yu, o'shalarni maydalab to'g'ri ustiga keyin oxir tuxumdan keyin solinadi u. Ajoyib maza berardi. Unfortunately uyda yo'q ekan. Mana jonlarim qivomiga keldi. Bo'lsa yog' tepaga chiqadi ustiga o'zi aralashib. Keyin mana shu large eggsdan 6 ta tashaysizlar. Turklar bitta tashaydi, ikkita tashaydi. Bizaniki muskoy bo'lgani uchun 6 ta tuxum tashaymiz. Bitta katta piyoz, 5-6 ta bog' chesnok, bitta cho'p tomato bilan qovurganasiz, 3 ta pomidor, katta pomidorlar sveji bo'lsa agar. Turib, 6 ta tuxum. Bu 2 kishilikda bu. Mana okajonlarim 6 ta tuxumni shuni chaqdim. Bitta qo'lni chaqolmaganim uchun juda professional emasman. Bitta bor, aralashtirasizlar-da. Bitta aralashtirasiz, anaqasi aralashtirib tuxumni. Aralashtirish medium, lekin bitta aralashtirib yuboramiz. Keyin qo'yamiz-da. Endi bilqillab pishadi bu inshaalloh. 5-10 minutda tayyor bo'ladi. Okela bu tuxumimiz pishib, ana turguncha tureskiy choy damlab qo'yasan. Bitta milkallab qaynab turish shart. Turk choy bilan bo'lmasa boshqasi bilan ketmaydi.
Mana akalar deyarli tayyor inshaalloh. Kim agar nima deyiladi, xomroq pishgan tuxum yaxshi ko'rsa, olaveradi yoki ko'proq tursin desanglar, yana ham pishirib mana qilasizlar inshaalloh. Keyin nima deydi, non masalasida keyin Lidllarning baton bo'ladi uzun, shunaqa olasizlar yoki keyin slice non bo'lsa, uni tost qilib turib keyin bu bilan yeysizlar. Oddiy nonni shunday yumshoq qilib yemaydi. Tost qilib turib yeyiladi yoki keyin o'sha uzun baton bor, o'sha zo'r ketadi. Yana ofiyat bo'lsin hammangizga. Inshaalloh bu kesinglar qilib beraman. Okalar mundoq qilib, endi tost non bilan olib yeyaverasizlar okalar inshaalloh. Anaqa qaranglar, buni ustiga boru ana svejiy kokotlarni sepib tashlasanglar yana ham zo'r chiqadi. Buni idish solmaylik, shundoq skоворodkasini shundoq olib kelib stolga qo'yasizlar, dehqonchasiga uriladi okalar, dehqonchasiga yeyiladi bu. Ofiyat bo'lsin.